Men gaz xromatografi bilan ishlayapman va ana shu gaz xromatografi asosida afzalliklari va qulayliklarini ozgina gapirib o'tmoqchiman. Gaz xromatografi orqali uchuvchan bo'lgan yoki suyuq holatdagi veterinariya preparatlari va ayrim kimyoviy vositalarni sifat va miqdor jihatdan aniqlash amalga oshiriladi. Bugungi kunda gaz xromatografimiz orqali biz 60 dan ortiq veterinariya dori vositalarini sifat va miqdori jihatdan tekshirish metodini ishlab chiqdik. Bundan tashqari, sanoatda, xalq xo'jaligida ishlatiladigan buyumlar va vositalarni qoldiq moddalarni o'rganishni metodlarini ishlab chiqdik. Ayrim sanoatda ishlab chiqariladigan buyumlar, vositalar, materiallar, masalan, bolalar tagliklari shunga o'xshash vositalar tarkibida ishlab chiqishda qolib ketgan organik qoldiqlar bo'lishi mumkin. Ana shu organik qoldiqlarni aniqlash uchun eng qulay apparat bu gaz xromatograf apparati bo'ladi. Biz sotib olgan gaz xromatograf apparatimiz Yaponiyaning Shimadzu firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan va oxirgi yillarda ishlab chiqarilgan versiyasi hisoblanadi. Aynan organik moddalarni, qoldiq organik moddalarni yoki asosiy organik moddalarni tekshirish miqdorini va sifatini aniqlash uchun sezgirligi yuqori bo'lgan apparat hisoblanadi. Bugungi kunda xuddi shunday priborlarni borligi va ko'payishi O'zbekistonga kirayotgan dori vositalari, ishlab chiqarilayotgan preparatlar, kelayotgan, import qilinayotgan yoki eksport qilinayotgan mahsulotlarni sifatini doimo nazorat qilishda yuqori selektivlik namoyon etadi va ana shu biz iste'mol qilayotgan yoki ishlab chiqarayotgan, foydalanayotgan mahsulotlarimizni doimo sifatini nazorat qilishda yordam beradi.